Nega sizga veb-sayt kerak? Bu videoda 3 ta faktorni ko'rib chiqamiz. Birinchi faktor internet qidiruvlar, ya'ni Google, Yandex va sun'iy intellekt qidiruvlarida paydo bo'lish. Ikkinchisi to'liq erkinlik va boshqaruv. Uchinchisi eng asosiy faktorlardan biri video oxirida gapirib beraman. Men Sunnatulla Ashirov, web dizayner. Boshladik. Veb-saytlar haqida hamma qisman tushunchaga ega. Ya'ni biz Google'ga qidirib berganimizda bizga bir nechta natijalarni ko'rsatadi. Va bu natijalar veb-saytlar hisoblanadi. YouTube, Facebook, dastlab ular sayt ko'rinishida bo'lgan. Hozir ham ularni sayt ko'rinishida ishlatish mumkin. Va endi birinchi faktorga o'tsak. Qidiruvlarda paydo bo'lish. Bu qanday sodir bo'ladi? Istalgan sun'iy intellekt yoki web brauzer foydalanuvchilarga faqatgina so'zlar orqali, ya'ni matn orqali kerakli natijani chiqarib bera oladi. Na rasm, na video yoki audio orqali emas. Biz gapirib qidiramiz-ku deyishingiz mumkin. Bu vaziyatda ilova audioni matnga o'girib oladi va o'ziga qidiruv beradi. Va qidiruv matnini audioga o'tkazib foydalanuvchiga taqdim etadi. Va bu jarayon sekundlar ichida sodir bo'ladi. Ha, Figma kelayotgan yozda katta event qiladi. Ularning an'anaviy Config konferensiyasi 2026-yilning 23-25-iyun kunlari San Fransiskoda hamda onlayn formatda bo'lib o'tadi. Qatnashishga qiziqasizmi? Veb-saytlar esa matnga asoslangan kontent to'plami. Ijtimoiy tarmoqlarda esa matnlar kam. Va bu bizni ikkinchi faktorga yo'naltiradi. Ya'ni butunlay erkin boshqaruv. Bu nima degani? Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma profillar yoki kontentlar to'plami bir xil strukturada bo'ladi. Ya'ni ularda siz uzun matnlar yoza olmaysiz o'zingiz haqingizda yoki tajribangiz haqida. Va bunda boshqa insonlar sizni xarakteringiz, sizni ko'nikmalaringiz va tajribalaringizni to'laqonli bilish uchun yo rasm yoki videolarni to'liq ko'rib chiqish kerak bo'ladi. LinkedIn, Twitter, Telegram matnga asoslangan, to'g'ri. Lekin bularda ham siz uzun matnlar yoza olmaysiz. Va qidiruv tizimlari ham yoki sun'iy intellekt ham bu platformalarga to'laqonli postlaringizni o'qiy olmaydi. Sizda qisman profilingizni o'qiy olishi mumkin. Uchinchi faktor esa professionallik. Ya'ni agar sizda veb-sayt bo'lsa, siz professionallar qatoridasiz va siz raqobatchi kasbdoshlaringizdan ajralib turibsiz. OpenAI asoschisi va CEOsi Sam Altman, Microsoft asoschisi Bill Gates, seriyalik tadbirkor Iman Gadzhi, Stanford neyrobiologi Andrew Huberman va atom adadlari muallifi James Clear va o'zimizning yurtdosh top kompaniyalarda ishlagan Azim Po'lat, ularning barchasida o'z veb sahifalari bor. Va ularning ba'zilari veb sahifalariga faol ravishda post yozishadi yoki maqolalar yozishadi. Va bu faol bo'lish ularni qidiruv tizimlarida muvaffaqiyatli chiqishlariga yana bitta plus bo'ladi. Umuman olganda, veb-sayt sizga boshqa kasbdoshlaringizdan, boshqa insonlardan, raqobatchilardan farqli bo'lib turish imkoniyatini beradi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda tayyor struktura va hamma bir xil ko'rinishda, ya'ni hamma bir xil uyda yashayotgandek tuyuladi. Veb-saytda esa siz to'liq erkin va to'liqqonli o'z xohishlaringizni, o'z tajribalaringizni, o'z bilimlaringizni keng ravishda ko'rsata olishingiz mumkin. Va qisman bo'lsa-da veb-sayt sizni qanchalik xarakteringiz kuchliligini yoki siz qanchalik ijodkor ekanligingizni ham belgilab beradi. Keyingi videoda qanday qilib hech qanday kod yozmasdan shaxsiy veb-sayt qura olishingizni ko'rsatib beraman.